Mana bu oqpadardi gaplarni eshitding-da. Atak onam masablariga tegib, gap bilan yiqitding ekan demoqchi edim. To'xtang. Birinchi bir oldin menga tushuntiring. Siz ota-onangizni qamatmoqchimisiz, o'ldirmoqchimisiz, yo'q qilmoqchimisiz, nima qilmoqchisiz? Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Qilichbek. Bu hayvon oqpadardi suhbatlarini eshitib, men yoqamda ushadim. Mol dunyo uchun o'zini otasini tuhmat bilan qamatmoqchi. O'zini onasini esa davlenasini ko'tarib o'ldirib yubormoqchi. Oramizda ming afsuski bunga o'xshagan oqpadarlar bor. Mana shu hayvonni suhbatini bir eshiting-da, izohlarda o'zingiz fikringizni yozib qoldiring. O'zi ham o'qib ko'rsin. Videoga maksimal darajada like bosib, tarqating, o'ziga ham yetib borsin. Chiroyligina saboq bermasak bo'lmaydi bunga o'xshagan filosoflarga. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, nima eshitaman? Shu onam meni urdi, senga bir qilsam bo'ladimi? Bilasiz, hozirgi vaqtda Rossiyada kurslar bir pasayib, bir ko'tarilib ketyapti. Shuning uchun men sizlarga eng zo'r kurslarda O'zbekistonga pul o'tkazadigan ilovani tavsiya qilaman. Tezda ilovasi. Bu ilova orqali sizlar Rossiyadan turib istalgan O'zbekistondagi Humo va Uzkartlarga beskomissiya pul o'tkazmasini amalga oshirsangiz bo'ladi. Bu ilovaning yana bir qulay tarafi shundaki, O'zbekistondan turib Rossiyadagi do'stlaringizni ham kartalariga pul o'tkazmalarini amalga oshirsangiz bo'ladi. Ilovani yuklab olish uchun App Store va Play Marketdan qidirishingiz mumkin. Silkasi kommentariyada turibdi. O'sha silkani ham bosib, bemalol telefoningizga yuklab oling va qiynalmasdan pul o'tkazmalarini amalga oshiring. Onang qamatmoqchimidi? Yo, nima uchun qamattirmoqchisan ota-onangni? Endi o'sha katta qilib berishmayapti, o'shanga Nima qamattirib yubormoqchiman. Hovli qilib berishmayapti, o'shanga qamattirib yubormoqchiman. Senga uy-joy qilib bermayapti, to'g'rimi? Yo, men uy-joy bor, hovli qilib bermayapti. Ha, hovlimi? Atak onam masablariga tegib, gap bilan yiqitding ekan demoqchi edim. To'xtang. Birinchi bir oldin menga tushuntiring. Siz ota-onangizni qamatmoqchimisiz, o'ldirmoqchimisiz, yo'q qilmoqchimisiz, nima qilmoqchisiz? Shunga qarab keyin sizga maslahat beraman. Endi shu yuraklari siqilib, menga yetib yuraklarini siqtirib vafot ettirmoqchiman. Ha, yuragiga, qarochi kasal qilmoqchisiz onangiz, to'g'rimi? Dadangiz qanaqa bu yo'q qilmoqchisiz? Endi odamni tuhmat qilib. Tuhmat qilib qamatmoqchimisiz? Qanaqa tuhmat qilasiz dadangizga? Nima deb tuhmat qilasiz? Urdalar, ana tushunsinda. Uy joyingizni qimorga tikdingmi? Tikmadim, o'shanga tikib olaymi zotan sizni gapingiz. Uy joyda qimorga tikib olmoqchimisan? Senga yetasizmi tikib oldim. Xohlasang tikor, xohlasang tikor. O'zing hayot senga. Kimni qamatmoqchisiz? Ota-onamni qamatib yubormoqchiman. Meni urganlar uchun. Endi jarohat oldimmi? Xo'p. To'xtang endi. Ota-onangiz qamatmoqchisiz sizni urgani uchun, to'g'rimi? Chiz sindi, to'g'rimi? Sal g'alati emasmi? Sen aqling joyidami? Ota-onangiz qamatib bo'ladimi? Endi shunday zakon chiqarsanglar, joyingdan qilsin demoqchi edim.